Qachon to'y deydigan birodarlarimizda madaniyat yetishmovchiligi bor. Nimaga bilasizmi? Siz bilan ko'rishganda qachon to'y deydi. Chunki gaplashgani boshqa mavzusi yo'q. Chunki yaqin inson emas-sizda. Darrov qachon to'y deydi. Mavzu kelmaydi boshqa miyasiga. Balkim hijolat qilayotgani xayoliga ham kelmaydi do'stim. Chunki nimaga bilasizmi? Bu yerda emas yaqinligi. Ana shuning uchun. Endi uylanmayotgan birodarlarimiz balkim moddiy qiyinchiligi bordir, to'g'rimi? Yoki bo'lmasam taqdiri topilmayotgandir. Uylanish temasi, mashina olish, uy qurish, shunga o'xshagan temalarda hammasi uning ham miyasida aylanyapti. Hech kimni paniyatga ehtiyoji yo'q. Lekin bu savolingiz odamni hijolatga qo'yadi xolos. Qachon to'y? Chunki uning ham miyasida bor uylanish. Bunaqangi orzular. Lekin qachon to'y degan temadan chiqishimiz kerak. Chunki ba'zi insonlar o'ziga o'xshagan insonni qidiradi. Taqdir o'zini vaqtida Alloh chiqarib qo'yadi. Agar taqdiri bo'ladigan bo'lsa. Uni siz zo'rlab gapirib, sharmanda qilib yo hijolatga qo'yib ham ertaroq uylantira olmaysiz. Chunki uylanish temasi choy ichish temasi emas. Hayot quryapti. Bir imperiya. Bu imperiyaga mos qirolicha topish kerak. Ko'p paniyatga shart emas do'stim. Yaqinligingizni boshqa taraflama isbotlang. O'sha aytgan gapim. Siz bilan yaqin bo'lmagani uchun uylanishdan boshqa temani gapira olmaydi. Chunki xayoliga boshqa tema kelmaydi. Ishlaring yaxshimi, tuzingmisan? Ha, davom et. Zo'r ketyapti, bos. Balkim xatoyim bordir. Birga ko'ramiz bu xatolarni degan so'zlar uni xayoldan kelmaydi. O'sha aytgan gapim. Chunki yaqinlik bu yerda emas. Xafa bo'lish yo'q.